Assalomu alaykum o'rtoqlar. Videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, hozir men sizlarga ko'zinglar quvnaydigan darajadagi tayyor bo'lgan obyektimizni chiroyli obzor qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Video yoqsa, oxirida bitta like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Uzoq kutilgan obyektimiz tayyor bo'ldi. Ruxsat bersanglar, shu obyektimizni sizlarga tanishtirsak, ko'rsatib o'tsak. Bu uy to'liq o'zbekcha Alisada qilingan. Alisa, men keldim. Ko'rishinglar mumkin. Marhamat eting. Uyda sizni ajoyib go'zalliklar kutmoqda. Birinchi bu Alisada joylashgan joyiga e'tibor berasizlar. Alisa, bolalar xonasi chiroqlarini yoq. Ko'rishinglar mumkin. To'liq o'zbekchada. Bolalar xonasini ham biroz etsiz yoqadi. Alisa, bolalar xonasi chiroqlarini o'chir. Alisa, mehmonxona chiroqlarini o'chir. Alisa, mehmonxona chiroqlarini yoq. Va Alisa, mehmonxona pardalarini och. Bu yerda 2 qavat parda qilingan. Orqadagi qismiga avtomatika qo'yilgan. Alisa, mehmonxona pardalarini yoq. Ko'rishinglar mumkin. Avtomatika. O'zi pardalarni chiroyli qilib yopib beradi. Nechta xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'la, pardamiz yopildi. Endi yuringlar, men sizlarga oshxonani ko'rsataman. Alisa, oshxona chiroqlarini yoq. Oshxona chiroqlariga baho berasizlar, endi hozir fontanimizga baho berasizlar. Bu ham avtomatika qilingan, yoq o'chirsa, chiroqni o'chadi. Yuringlar, men sizlarga yozgi oshxonani ko'rsataman. Bu yerda yozgi oshxona qilingan. Pardalari ham sinatga qilingan. Sizlarga hozir kattalar yotoqxonasini ko'rsataman. Birinchi o'chiqda bu bilinmas eshikka e'tibor qaratasizlar. Bu yerda eshik qo'yilgan. Alisa, yotoqxona chiroqlarini yoq. Keling. Chiroqlar yondi. Bu yerda bizni sanusiy qismimiz ko'rsatib ketasiz. Bu ham juda ham chiroyli dizaynda qilingan. Xo'p. Bu yerda bizda Alisa, yotoqxona pardasini och. Pardamiz avtomatika qilingan. Ham Alisada ham pult yordamida ochib yoqsanglar bo'ladi. Juda qulay joyga qo'yib qo'yilgan. Albatta konditsionerlarni ham hamma narsani boshqarsanglar bo'ladi. Bu yoq qismimiz relax. Balkon relax qismimiz. Bu yoqni ham pardalar avtomatika qilingan. Buni ham Alisada yopib ochish bo'ladi va pult yordamida ham ochib yopish imkoniyati mavjud. Bu ham mana bu qismi panorama qilingan. Bu ham avtomatikada ham pult, ham telefonlar, ham Alisada ochib yopib boshqasiga bo'ladi. Panorama qismimiz. Mazza qilib juda ham chiroyli qilingan. Bemalol tomosha qilib toza havoda nafas olib tursanglar bo'ladi. Like bosib ketasizlar. Bunga juda ham ko'p mehr berildi. Juda ham ko'p istalani mehr ketdi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Charchamaydi.